Assalomu alaykum azizlar. Bugungi obyektimiz Yunusobod tumanidan bo'ladi. Xudo xolasa bu obyektimizni fasad ishlarini olganmiz. Hozir fasadiga Leonardo bilan trafaretli qilib berganmiz. Jemchug aralashdi. Trafaretlarga baho berib qo'yasizlar. Yo devorlarini Leonardo qilganmiz. Tiyagalarni ham yopishtirib, shularning joylarini yana ko'rayotgan bo'lsa, o'zini xo'giga qilib berganmiz. So'qillar bilan ishlanishlari juda ham akkuratli. Bu yoq devorlarni ham ko'ramiz. Ko'rishinglar mumkin. Ichkariga ham kirib ko'ramiz. Ichkarida ham selli katta formatda ko'rinishini men e'tibor berib baholab qo'yasizlar. Ko'rasizlarmi? Juda ham chiroyli chiqdi mana. Burchaklar, qirralar mana kelishlari. Juda chiroyli bo'ldi bu. Azizlar, bu yoqda ikkita sloyli travertin bo'lgan. Ustidan ikkita sloy lak, keyin jemchug berganmiz. Juda ham baquvvat, zabardast narsa bo'ldi. Bemalol nima yordamida bo'lsa ham, yuvirsa ham, xudo xolasa hech balo qilmaydi. Tiyagalar pokeydan bo'lgan. Pokey yaxshi emas, yo'q bo'yli odamlar, lekin bu sinmaydigan, odam ustiga chiqsa ham sinmaydigan pokeydan bo'lgan bu. Azizlar, kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Yaxshi kuninglarda mana shunaqa chiroyli qilib bitirib beramiz. Eng sifatli mahsulotlardan. Mana shunaqa jemchuglarni ham bir 4 xil, 5 xil bor, ustalar biladi. Arzonchilari ham bor, bunaqa yaltiramaydi lekin. Mana shunaqa fasonda qilib beraveramiz. O'zimizga murojaat qilamiz.